9 ko'yluk lag'man rostili mavjudmi? Bu lag'man nimish shunchalar qimmat? Urumchida zodi kimning lag'mini hammadan bek o'xshaydi. Olamdagi ajoyib g'aroyib ishlar qiziqsangiz, menga ergish bilan. Qaysi bir adib o'zining bir she'rida "Men o'lsam jasadimni mentang bilan juyonglar, ingkimni lag'man bilan chetinglar" debdi ekan. Shu orqali o'zininki lag'manga bo'lgan muhabbatini ifodalabdi ekan. Demak, bizning xalqimiz lag'manga nihoyat muhabbati cho'nqur, lag'manga nihoyat omroq bir xalq. Masalan, men shaxsan o'zim lag'manga nihoyat omroq turib lag'ma yeyolmasam zodi unmayman. Ishkirda oliy maktabda o'qiyotgan vaqtlarimda tunji qatim lag'ma yeb ko'zlarimdan taramlab yashaqqan hozirmi esimda. Undaqda biz bugun shu Urumchidagi lag'man xallarni bir pandiyan qilib chiqayli. Zodi kimning lag'mini hammadan bek o'xshaydi? Pastda inkas rayonida qoldirib qo'yinglar. Biz oldi bilan tunishtiradigan lag'man shu konsul ko'chasiga joylashgan xos ashkal lag'man degan lag'manxona. Otam har qatim Urumchiga kelsa birisi shu xos ashkal lag'manning lag'minini, yana birisi shu tilla lag'minini yemay turib ketmaydi. Bu oshxonaning alohidagi shu ko'chada turib shunday qarasak, oshxona oldida bir lodichon va oldida 4 xonim to'xtamay lag'man ishib turdi. Shu qo'lda ashkal lag'manni bizga chiqib berdi. Shunda payji tetishlik bir uyning huzuri bor. Ham ikkinchi tunishtirganimiz shu tilla lag'mini, ham tillaning lag'mini bir xil mayliq chiqdi, o'ziga xos o'zgacha bir xil ta'm bor. Ko'pini odatda juarmiyan qilib yoqimiz keski holatda chiqib turdi. Nihoyat sinishlik yaxshi bir lag'man. Undan boshqa men yangi xizmatga chiqqan vaqtlarimda shu g'uljilik og'inlar bilan doim shu taranchininki lag'mini yeyishga amroqdim. Bu taranchininki suyru lag'mini nihoyat payzi, buningki saylari go'shtari nihoyat yaxshi chiqdi. Ustiga bir tal tuxum besib turdi. Buning ichidagi kebablar nihoyat yaxshi. Har haftada chuqur bir kuni men shu taranchininki lag'manxonasiga kirib lag'ma yeydim. Undan boshqa Xoliq ustamning lag'mini, Guchung lag'mini, undan shu hozir yaqinda moda bo'layotgan lapiz lag'man. Shu lag'manlarniki nihoyat danqi bor ekan. Ham anglasam shu Bug'd yo'lidagi Al-Qasrning birinchi qavatida joylashgan bir oshxonada bir qachisi 299 ko'yluk lag'man bor ekan. Ham bu lag'manninki bahosining buncha qimmat bo'lishi, buningki ishlatilgan materiallar nihoyat xillangan materiallarga, go'shtimi shu nihoyat esil qo'ylarning go'shtini ishlatadi ekan, ung'imi shu nihoyat 5 dan xoli yaxshi unlarni ishlatadi ekan. Undan boshqa bu oshxonaningki mulozimati ham bezishlari nihoyat payzika, nihoyat bir xil podshohning huzurini surib turib yeyotganmiz. Balki shu sababdan bu oshxonaningki bu lag'mini shuncha qimmat bo'lishi mumkin. Undan boshqa men bir kun shu Tangirtog' bog'chasiningki udliga joylashgan Yidu kebab degan yerdan bir lag'ma yeb qoldim. Bu kun nihoyat qo'sg'im to'q holatda berib ekanman bu o'ltirishga. Lag'man buyurtgan to'q deb qoldi. Men yemaydim desam unmay chiqib berdi. Shunlar bir cho'k og'rimni bilib, oqaqidan 2-3 qacha yutib qolib qoldim bu lag'manni. Shundan boshlab doim shu Yidu kebab kelib lag'ma yeydigan bo'lgan. Keyin topolmay qolib qoldim. Yidu kebab ne kuchib ketdi, uqamay qolib qoldim. Bildiganlar bo'lsa inkas rayoniga yezib qo'yinglar. Undan boshqa men hozir qadar yeb boqqan eng qimmat lag'man Oqsaroyninki 6-qavatdagi restoranda yeb boqqan. Buningki nihoyat kichik bir qacha chiqitgan, lekin 58 qo'ygan. Lekin ta'mi haqiqatan odamni to'lgan puldan bekarroq rozi qilib o'tadigan nihoyat tetishlik yaxshi lag'manka. Undan boshqa yana men muhojirlar mehmonxonasininki yanada bir Bo'so lag'manxonasi bor. Bularning lag'manligi men nihoyat amroq. Hamda hozir navbatda Erdambog' lag'man musobaqasi o'tkazib yetibdi. Erdambog'da nihoyat payzi o'xshaydigan tetishlik lag'manlar bor ekan. Men o'xshash lag'manga ishtiyoq bog'lagan, lag'manga amroq kishilarninki shu Erdambog'ga berib lag'maniga eg'izlik biqishni umid qilaman. Undan boshqa Kalpinninki chamg'ur lag'mani, Oqsuvninki to'g'roqninki suyida etgan Shaha lag'mani, Qashqar lag'mani, Xotan lag'manlarining kimi xil danqi bor. Undaq siz mantiq tilga olmagan yana qanday lag'man xallarni bilsiz, pastda inkas rayonida qoldirib qo'ying. Men ergish bilib yurak birayotgan keyin inkas rayonida ko'rishaylik.